Bismillahirrahmanirrahim. Oho. Bu nima edi bu? Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan hurmatli obunachilarim, omon dunyoda omon yuribsizmi qadrdonlarim? Bugungi obzorimiz D10 variant, D10 joydan D10 lokasiyada chiqqan. Hozir kvartiramizning obzorini ko'rsatib o'tamiz. Qolgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazib qo'yamiz qadrdonlarim. Eshikdan kiramiz. Kirdik-ku, men bir bag'ridan ochildi, uni qarangda. Odamlar Xitoy boradi, yo'q boradi, shishani ustiga yurib bizni Buxoroga kvartiraning ichiga yuribmiz. Shunaqa D10 sharoit qilgan. Agar qadrdonlar kim shu uyni so'qibasi bo'lsa, ana shu ichidagi tillolarni tashlab ketamiz sizlarga. Qarang, e'tibor beringlar. Ha, ketdik obzorga. Eshikdan kiramiz. Perxoshkadan kirganimizdan keyin perxoshkamiz chiroyli mo'ysha abochalarni ta'mirlab qo'yganlar. Oyoq ostlarimiz dekorativ toshlar terilgan qadrdonlarim. Ana bu yoqda bizning yotoqxonamiz ham kengina. Kvartiramizda nima qilayotgan bo'lsa, barcha jihozlar qoladi. Kvartiramiz Yevroda ta'mirlangan, alyumin radatlar qo'ygan, akvaplastlar qilingan. Oyoq ostlarimiz shuni toni pol qilib qo'ygan qadrdonlar. Eshiklar ham sifatli eshiklardan. Ana bu yerda bizning sanuzolimiz sameshni patologcha kafil qilib aresollar qo'ygan qadrdonlar. Ana bu kuxnaga qarang, kuxna vobshe kattagina. Kuxnaga bemalol o'ta-singillarimiz mazza qilib, yayrab ishlarini pishiriqlarni qilib o'tirib ovqatlanishga sharoit bor, xolodilnik bor qadrdonlarim, mikroovka, stiralkalar bor. Kvartiramiz 2 tomonlama proyekt, kvadrat metr 75 kvadrat metr. Bu kengina zalning kattaligini qarang. Demonacha. Chiroyli lustralar qilganlar. Tip bilan o'zlarining fukslarga qarab, abochalarni chotka abochalar qilib, tildirlarni girdan dekorativ kartonlar bilan uzorlar berib, chiroyli qilib, patologlarimiz uzor berib qo'yganlar. Hurmatli obunachilarim, meni kuzatib borayotgan qadrbaland qadrdonlarim, bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelganmasa like bosishni aytmang. Imkon qadar bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatishlaringizni, tezroq sotish, qancha tez ko'p tarqatsangiz, shuncha tezroq sotib ketamiz. Bilan kvartiramiz narxini u yoq kelishib 48500 deb baholayapmiz. Yana savdolashga zaruriyati bor. Agar sizlarga ma'qul kelganmasa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqishni so'rab qolamiz qadrdonim. Omon bo'ling, sog' qandashang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like ni tezroq bo'lsang, bu o'zim ketaman. Sog' bo'linglar, ketdim.